135-mavzu yaxlit sonlarini ko'paytirish. Ega vazifa 7. Noma'lum qiymatlarni topish uchun ifoda yozing. Bitta grafinda 2 litr suv bo'lib, shunaqa grafinlar soni 40 ta bo'lsa, umumiy hajmi qancha bo'ladi? Ya'ni 2 litr ko'paytirilgan 40 ni topishimiz kerak. X ga teng. Ya'ni 2 ni 40 ga ko'paytirsak, bu bo'ladi 80 litr. Ya'ni x o'rnida 80 litr. Demak, 80 litr. Bitta grafinda 3 litr suv bo'lsa va shunaqa grafinlar soni yana shunaqa nechta grafinlar bo'lsa, umumiy hajm 180 litrga teng bo'ladi degan misol bo'lishi mumkin. 3 litr ko'paytirilgan y deylik endi va u teng bo'lyapti 180 litrga. U holda y teng bo'ladiki 180 litr bo'lingan 3 litrga. U holda y teng bo'ladiki 180 ni 3 ga bo'lsak, demak bu 60 litrdan bo'lishi kerak. 60 litr 60 ta bo'lishi kerak. Y o'rnida 60 ta bo'lishi kerak. Ya'ni 3 litrlik grafinlarda 60 ta bo'lsa, u holda hammasini 180 litrni tashkil qiladi. Ya'ni bu degani aslida 3 ko'paytirilgan 60 va 180 litr edi. Keyingisi shunaqa bitta grafin shunaqa litrli grafin bo'lishi kerakki, hajmi ularning soni 20 ta bo'lganda jami umumiy hajm 200 litr bo'lishi kerak. Hammani z ko'paytirilgan 20 teng bo'lyapti 200 litrga. U holda z teng bo'ladi 200 bo'lingan 20. U holda z teng ekanki 200 ni 20 ga bo'lsak, biz boyagi 10 likli bo'lish qoidasiga amal qilamiz. Ya'ni 20 dan bitta 0 ni o'chirsak, 200 dan bitta 0 ni o'chirsak, endi necha qilib 20 ni 2 ga bo'lish qilib. 20 ni 2 ga bo'lsak, bu 10 degani. Ya'ni 10 ni 2 ga ko'paytirsak, bu 20. Demak, z o'rnida 10 soni bo'lishi kerak. Ya'ni 10 litr. Har bir grafin 10 litrdan suv mavjud bo'lsa, shunaqa grafinlarning soni 20 ta bo'lsa, u holda umumiy hajm 200 litr bo'ladi. Chunki 20 ni 10 ga ko'paysa 200 ga teng bo'ladi. Tushunarli bo'ldi deb umiddaman. Keyingi 8 ni hisoblaymiz. 7 ni 10 ga ko'paytiramiz. 70. 10 ni 5 ga ko'paytirsak, 5 kar 10 50. 8 ni 100 ga ko'paytirsak, 8 ni yozamiz va orqasidan 2 ta 0 ni qo'yamiz. Chunki 100 ga ko'paytirilganda o'sha 2 ta 0 ni yozib qo'ysak ham bo'ladi. 7 ni 100 ga 100 ni 7 ga ko'paytirganda, ya'ni yoki 7 ni 100 ga ko'paytirganda 7 ni yozib olamiz va 100 da 2 ta 0 ni bo'lgancha 2 ta 0 orqasiga yozib qo'ysak, bu 700 ga teng bo'ladi. Qolganlari ham xuddi shunday. 9 ni 10 ga ko'paytiryapmiz. 9 va orqasiga bitta 0 yozsak, 90. Endi 9 ni 10 ga ko'paytirsa 90 ga teng. 10 ni 2 ga ko'paytiramiz yoki 2 ni 10 ga ko'paytirsa, 2 ni yozib orqasiga bitta 0 yozsak 20 bo'ladi. Keyingisi 6 ni 100 ga ko'paytiryapmiz.
6'ni yozamiz. O 100'de 2 nolni yozib qo'yamiz. 600. Keyingisi 10'ni 10'ga ko'paytiryapmiz. Xo'p. Deylik 10'ni 1'ni 1'ga ko'paytirsak, bu 1 bo'ladi. Demak, 2 nol bo'lgani uchun ikkala nolni ham yozamiz. 100 bo'ladi. Mana shu tarzda vazifalarni ishlab oldik. E'tiborlaringiz uchun rahmat.